Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzumizda sizlar bilan nemis tilidagi kishilik olmoshlari va ularga xos mos ravishda fe'llarning ushlanishi va qanday qilib hozirgi zamonda oddiy gaplarni tuzish haqida o'rganamiz. Qani ketdik. Demak, personal pronomen kishilik olmoshlari hisoblanadi. Xuddi o'zimizdagi kabi insonlarni yoki narsa buyumlarni nomlayotganimizda ularni o'z nomi bilan emas, balki maxsus olmoshlar bilan nomlanishi, bularga o'sha kishilik olmoshlar deb nomlaymiz. Xuddi o'zimizdagi men, sen, u, biz, ular kabi so'zlar. Ular bilan tanishadigan bo'lsak, demak, ich bu men degani, talaffuzi ich deb ataladi. Keyingi so'zimiz du, sen, du. Sie va es. Bu uchala olmosh ham o'zbek tilida u degan ma'noni bildiradi. Nimaga uch xil yozilyapti? Chunki nemis tilida xuddi rus tili kabi narsa buyumlarni yoki shaxslarni rodga ajratish, ya'ni jinsga ajratish mavjud. Misol uchun yoki bu erkaklik jinsiga oid, ya'ni mujskoy rodga tegishli bo'lgan otlarni u deb chaqirayotganimizda buni ishlatamiz. Sie esa bu jenskiy rod yoki ayollik jinsiga oid bo'lgan otlarni chaqirayotganda u deb chaqirayotganimizda sie bilan ishlatamiz. Es bu neytral jinsga oid yoki sredniy rodga tegishli bo'lgan otlarda es bilan chaqiramiz. Bu uchalasi ham demak o'zbek tilida faqatgina bitta o'sha u degan ma'noni bildiradi. Keyingisi wir, talaffuzga e'tibor bering. Wir. Bu biz degani, biz. Keyingisi ihre, sizlar. Bu ihramiz bir necha odamlar jamoasiga nisbatan ishlatiladi, misol uchun sizlar. Va norasmiy tilda ishlatiladi ko'proq. Ya'ni yosh bolalarga misol uchun sizlar deb gapirayotganda yoki senlar deb murojaat qilayotganimizda ihrani ishlatamiz. Keyingi olmoshimiz sie, ya'ni ular. Bu yerda yo'q bo'lmagan shaxslar haqida, ya'ni bizning atrofimizda to'g'ridan-to'g'ri gapirmayapmiz, qayerdadir boshqa joyda turgan insonlar haqida ular deyotganimizda sie ishlatamiz. Va nemis tilida e'tibor berib turasizlar shu yeriga, yana bitta olmoshimiz bor. Bu sie, katta harf bilan, doimo katta harf bilan yoziladigan olmosh. Gaplarning ichida, orasida kelganda ham bu doimo katta harf bilan yoziladi. Buni ma'nosi siz, ya'ni hurmat ma'nosidagi siz degan ma'noni bildiradi. Buni ko'proq o'sha Germaniyada nemislar orasida birorta hurmat qiladigan insonlarga nisbatan, yoshi katta insonlar, begonalar yoki rasmiy marosimlarda biror kishiga nisbatan siz deb murojaat qilayotganimizda, ya'ni bir kishiga nisbatan, o'shanda bu sie ishlatiladi. Chalib qolmaysizlar, chunki bizda hozir sezganlaringizdek sie'miz 3 ta hozir. Sie, ya'ni jenskiy rodga, ayollik rodiga oid bo'lgan so'zlarni ham chaqirayotganda birligida sie ishlatyapmiz. Ular deb ko'plikda ishlatganimizda ham sie va katta harf bilan yozilganda ham hurmat ma'nosida sie ishlatar ekanmiz. Xo'p, endi shu yerda yana grammatik jihatdan ularni guruhlarga ajratib ketishimiz juda ham yaxshi ish bo'ladi. Bizda xuddi o'zbek tilidagi kabi nemis tilida ham olmoshlarni, ya'ni kishilik olmoshlarini shaxslarga ajratish mavjud. Bular demak birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs va albatta birlik va ko'plik shakllari mavjud. Demak, bularda birinchi shaxsga qaysi olmosh? Albatta bu men, ya'ni nemischasiga ich olmosh. Tarjimasini ham birga yozib ketamiz. Buni sizlar ham albatta daftar tutib, nemis tiliga jadval qilib yozib boringizlar, juda ham foydasi tegadi. Doimo o'shani takrorlab turish uchun yoki esga kelmaganda qarab olish uchun. Demak, birinchi shaxsimiz ich, ya'ni men. Ikkinchi shaxsimizga du, ya'ni sen. Uchinchi shaxsimiz nemis tilida esa boyna sanadik. Uchinchi shaxsga sie va es. Uchala olmoshimiz ham uchinchi shaxsda birligiga kiradi. Chunki barchasi ma'nosi faqatgina u degan ma'noni bildiradi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ketdik, davom etamiz. Keyingisi endi ko'plik shakllari. Ko'plik shakllari birinchi shaxsimizga birligiga men kirdim, ko'pligiga biz, ya'ni wir.
Ikkinchi shaxsimizni birligi du edi, sen edi. Ko'plik shakli esa senlar, ya'ni ig'i. Senlar yoki sizlar degan ma'noda. Uchinchi shaxsimiz birligi u edi. Endi bu yerda esa ular, ya'ni zi kichik harf bilan yoziladi. Yaxshi, davom etamiz. Endi hozir mana shu o'rgangan olmoshlarimizga mos ravishda fe'llar nemis tilida qanday qilib tishlanadi, ular qanday o'zgarishlarga uchraydi, shu haqida tanishamiz. Undan oldin fe'llar haqida umumiy ma'lumotlar. Demak, verb konjugatsion hozirgi zamonda fe'llarning tishlanishi. Hozir ko'radiganlarimiz hozirgi zamon, oddiy zamonda ko'rib chiqamiz fe'llar qanday tishlanar ekan. Nemis tilida fe'l verb deb ataladi. Verb tabiiyki nima qilyapti yoki nima qiladi degan savollarga javob beradi. Nemis tilida verb ikki qismdan tashkil topgan. Bular asos va qo'shimcha qismi. Demak, ular ikkita qismdan iborat ekan. Asos qismi va qo'shimcha qismidan. Misol uchun wohnen fe'li yashamoq degan ma'noni bildiradi. Yashamoq. Yashamoq. Bu yuqorida aytganimizdek, asos va qo'shimcha qismiga ajratib olsak. Wohnen, bu yerda von qismi asos, en qismi esa bu qo'shimcha hisoblanadi. Bu ko'rinishi nemis tilida fe'llarni yashamoq shaklida turishi infinitiv shakl, ya'ni hech qanday boshqa shaxslarga nisbatan tishlanmagan ko'rinishi moqqa to'g'ri keladi bizga. Buni eslab qolingizlar yoki yozib olingizlar. Infinitiv shakl deb ataymiz. Endi davom etadigan bo'lsak, aynan wohnen fe'lini hozir o'rgangan kishilik olmoshlarimizga tishlab chiqamiz. Xo'p, demak, dastlab verblarni bizga asos qismlari kerak va ularga qanday qo'shimchalar qo'shilar ekan. Mana bu hozir asos qismlarini yozib oldik. Bunga sabab mana bu yerdagi asos qismimiz doimo qoladi, o'zgarishsiz qoladi. En, ya'ni qo'shimcha qismimiz esa u moq qismi dedik-ku, u moq qismini olib tashlab, u yerga endi fe'llarga mos ravishda ish harakatini qilayotganda mos ravishda qo'shimchalarni qo'shib chiqamiz. Misol uchun men, ya'ni ich wohne, men agar yashayapman desam yoki men yashayman degan qo'shimchada, misol uchun men desam yashayman. Mana bu yerdagi men yashayman. Shu man qismini qo'shishimiz uchun, demak, von asos qismiga oxirisiga qo'shimchasini, harfini qo'shamiz. Ich wohne, demak, men yashayman degan ma'noni bildiradi. Qo'shimcha qaysi ekan? Harfi. Duga nisbatan, ya'ni sen yashaysan demoqchi bo'lsak, nemis tilida von, ya'ni fe'lning asos qismiga st qo'shimchasini qo'shamiz. Du wohnst. St. Keyingisiga endi uchinchi shaxs birlikda u yashaydi demoqchi bo'lsak, ska xohlagan birimizga, kimga nazarda tutayotgan bo'lsak, erkak kishimi, ayol yoki bu neytral jinsdagi birorta buyummi, unga qo'yib, dan birortasini olib, fe'lni asos qismiga t qo'shimchasini qo'shamiz. Wohnt misol uchun, u yashaydi. Wohnt qo'shimchamiz t harfi ekan. Bizlar endi ko'plik shakllarni ko'ramiz. Misol uchun bizlar yashaymiz demoqchi bo'lsak, wir wohnen. Mana bu n qo'shimchasi ko'plik shakli bizlarga nisbatan qo'shiladi yoki o'zini original shakli, ya'ni infinitiv shakli yoziladi desak ham bo'ladi. Lekin bu gapni egasi bilan kelganda biz yashaymiz degan ma'noni bildiradi. Ya'ni moq ma'nosida emas, bu ma'nosini olamiz gapni egasi bilan kelganda.
qo'shimchasi demak n deb yozib qo'ysalaringiz bo'ladi. N. Ig'a, ya'ni senlar yoki sizlar yashaysizlar. Bu yerda wondga t harfini qo'shamiz. Ig'a wond. Bu demak uchinchi shaxsda birligi bilan qo'shimchasi bir xil, shunga e'tiborli bo'lamiz. Qo'shimchasi wond. Sizlar yashaysizlar. Sie, ular yashaydilar. Ular yoki yashaydi demoqchi bo'lsak, sie wohnen. Bu yerda ham wohnen infinitiv shakli bilan bir xil yoki n qo'shimchasini olyapti deb tasavvur qilasizlar. Ular yashaydilar. Va sie oxirgisi hurmat ma'nosida ishlatadigan olmoshimiz. Siz yashaysiz demoqchi bo'lsak, sie wohnen. Bu yerda ham n qo'shimchasini oladi. Bu yerda ko'plik shakllarda biz, ular va siz deganlari bir xil qo'shimchalar ekan. Lekin ularni gapni egasiga qarab, ya'ni olmoshiga qarab, ularning ma'nosini o'zimiz tushuna olamiz. Oxirgisi ham n. Shu bilan demak tushlanishlarini ko'rib chiqdik fe'llarni. Endi kelinglar, mana bu keyingi fe'limiz spielen fe'li. Spielen fe'li ma'nosi o'ynamoq degan ma'noni bildiradi. O'ynamoq. Spielen, kelinglar buni hozir videoni pauza qilib, boyna yuqorida o'rgangan ma'lumotlarimizga tayangan holda o'zlaringiz to'ldirib chiqishga harakat qilingizlar. 5 soniyadan keyin bizlar javoblarni sizlarga ko'rsatamiz. Tayyor bo'lsangiz javobni ko'ramiz. Qani ketdik. Mana bizlarga javoblar. Demak, ich-ga nisbatan spiele, men o'ynayapman. Du spielst, sen o'ynayapsan. Sie es spielt, u o'ynayapti. Wir spielen, biz o'ynayapmiz. Ihr spielt, sizlar o'ynayapsizlar. Sie spielen, ular o'ynayaptilar. Va oxirgisi sie spielen, siz o'ynayapsiz ma'nosida kelar ekan. Juda ham yaxshi. Do'stlar, bularni albatta daftarga o'zingizga chiroyli, tushunarli holatda chizib yozib olingizlar. Doim kerak bu ma'lumotlar. Endi albatta ba'zi istisno holatlari bor tutlanishlarda. Nemis tili istisnolarga boy til. Shuning uchun bu yerda ham ba'zi istisnolar bor, lekin juda ham murakkab emas. Xo'p. Fe'llarni tutlayotganda bizda ikkinchi shaxsda, ya'ni duga nisbatan fe'llarni tutlayotganda ba'zi holatlarda s harfi tushib qolar ekan. O'sha biz yozdik, duga nisbatan fe'llar tutlayotganda st qo'shimchasini olar edi. St. Xo'p, ba'zi hollarda s harfi tushib qolar ekan. Qanday holatlar ekan bular? Bular fe'llarning asos qismi oxiri ikkita s yoki bitta s bilan tugab qolsa, yoki bizga tanish bo'lgan sz harfi bilan tugab qolsa, yoki z, t, z harflari bilan tugab qolsa, yoki x harfi bilan tugasa, faqatgina asos qismi haqida gap ketyapti. O'sha asosni oxiri shu harflar bilan tugasa, duga nisbatan tutayotganimizda, ya'ni senga nisbatan tutayotganda st emas, shunchaki t ni o'zini yozar ekanmiz. Bunga misollar bilan ko'rib ketamiz. Misol uchun, reisen fe'li sayohat qilmoq degan ma'noni bildiradi. Reisen ko'rganingizdek, mana reis asos qismi, n bo'lsa qo'shimcha qismi. Buni duga nisbatan tutayotganimizda du reist, mana reist deb yozar ekanmiz. O'zi ko'rib turganingizdek, tabiiy bu yerda o'zining s bor. Shuning uchun u biz qo'shadigan s ni tashlab ketamiz. Faqatgina t harfi qo'shiladi. Keyingisi heißen fe'li atalmoq yoki nomlanmoq fe'li. Du, sen, heißt. Du heißt, mana sen atalasan, sen nomlanasan degan ma'noda sz harfi kelgani uchun t yozyapmiz. Va tanzen fe'li raqsga tushmoq degani. Tanzen, sen raqsga tushyapsan desak, du qanday bo'ladi? Du tanzt. To'g'ri. Du tanzt. S yozilmaydi. Keyingi yana bitta istisnomiz bor.
Demak, ikkinchi istisno holatimiz bu harfi ortishi ekan. Harfi qanday holatlarda ortadi? Harfimiz agarda fe'lning asos qismi oxiri d yoki t harfi bilan tugaganda ikkinchi shaxs birlik, ya'ni du, sen deb senga nisbatan ishlatganda, uchinchi shaxs birlik, ya'ni rzs dan birortasi, rzs ya'ni u deb ishlatganimizda va ikkinchi shaxs ko'plik shaklimiz, ya'ni ig'a, senlar deb ishlatganimizda shu fe'llarga nisbatan fe'limizni ishlatsak, bitta harfini orttiramiz. Qanday holatda? Mana ko'rib chiqamiz. Finden fe'li topmoq, deb hisoblamoq degan ma'nolarni bildiradi. Findenda ko'rayotganimizdek, find asos qismi, n esa qo'shimcha. Asos qismimiz d harfi bilan tugayapti, xuddi jadvaldagi kabi. Buni tutayotganimizda, demak bitta ortyapti. Biz qo'shayotgan qo'shimchadan oldin qo'shiladi. Misol uchun du, fin, dest. Managa. Setidan oldin bitta harfi ortyapti. Mana shunga ortishi deyiladi. Yoki fin, det. Shu kabi tuslanadi fe'limiz. Ikkinchi fe'limiz arbeiten yoki arbeiten. Arbeit qismi asos qismi, n qismi qo'shimcha, t bilan tugayapti. Bunda ham demak bitta ortar ekan. Misol uchun sie arbeitet. U ishlaydi yoki u ishlayapti. Yoki ihre arbeitet. Ular yoki to'g'riroq senlar ishlayapsizlar, sizlar ishlayapsizlar degan ma'noda keladi. Xo'p, do'stlar, endi mavzumizda juda ham muhim qismlardan biriga yaqinlashyapmiz. Ya'ni Satzbau, gap strukturasi. Nemis tilida oddiy zamonda, hozirgi zamonda qanday qilib gaplarimiz strukturalanadi, qisqachagina kirish qilamiz bu mavzuga. Misol uchun muhim narsa mana shu tushunib olishimiz kerak. O'zbek tilidagi bilan farqlarni ham birdan ko'rib ketamiz. Men futbol o'ynayman yoki men futbol o'ynayapman degan gap ham bo'lishi mumkin. Mana shunday holatda bizda o'zbek tilimizda gapning egasi, ya'ni ega, men futbol o'ynayapman desak, gapning kesimi, ya'ni ish harakat bildirayotgan so'z gapda oxirida keladi. Men o'ynayapman. Men futbol o'ynayman. Nemis tilida esa struktura birozgina boshqacharoq. Nemis tilida birinchi gapning egasi, ega. Birinchi o'rinda ega, ya'ni subyekt yoziladi. Keyin undan keyin bizda fe'l yoki kesim. Kesim keladi. Undan keyin esa boshqa qismlari keladi. Demak, yozadigan bo'lsak, hozir shu so'zni, gapimizni nemis tilida men futbol o'ynayman desak, birinchi o'rinda gapning egasi, ya'ni men yozamiz. Ich. Demak, keyin o'ynayman kelish kerak ekan. Ich spiele. Va oxirida qolgan so'zimiz futbol so'zi. Ich spiele Fußball. Mana shu shaklda yoziladi. Keyingi misolimiz bu u futbol o'ynayapti. Misol uchun o'g'il bolaga nisbatan olsak uni, endi qanday tuzamiz gapni? Yana o'sha qoida bo'yicha birinchi, demak, uni yozamiz nemischasiga, o'ynayapti deyishimiz kerak. Qanday tuzlaymiz? Spielt. Spielt Fußball. Mana shunday yoziladi.
Keyingi misolimizni ham ko'raylik. Sizlar futbol o'ynayapsiz desakchi, sizlar, ya'ni sizlar deb ko'plikka nisbatan murojaat qilsak, Ihr spielt Fußball. Shu kabi yozilar ekan. Keyingi misolimiz men Termizda yashayman degan gap. Bu yerda ham gapni ega va kesimni ajratib olishimiz kerak. Men gapning egasi, ish harakat bajaruvchisi, yashayman gapning demak kesimi hisoblanadi. Buni nemis tilida yozishimiz uchun demak boyagi struktura. Subyekt, keyin verb, ya'ni fe'l kelishi. Subyekt men, ya'ni ich. Yashayman desam, yashayman deyishimiz uchun wohne, ya'ni oxirida qo'ysam yashayman. Ich wohne Termizda deyishim uchun in Termiz. Qo'shimcha ma'lumot shu yerda. Nemis tilida, o'zbek tilida Termizda deganimizda da qo'shimchasini Termiz so'zidan keyin qo'shamiz. Nemis tilida esa unday emas, balki o'sha qo'shimchalar so'zda alohida holda oldinda keladi. Ya'ni in Termiz, bu yerda in Termiz bu in Termizga aloqador, ya'ni Termiz da ma'nosini bildiradi. Xo'p, ketdik. Biz Termizda yashaymiz desakchi qanday bo'ladi? Xo'p, biz wir yashaymiz wohnen va yana o'sha in Termiz. Shunday. Xo'p, ular Termizda yashaydi. Ular ko'plik shaklida. Ular desak qanday edi? Sie yashaydi. Wohnen Termizda in Termiz. Xo'p, do'stlar, va muhim joyi, endi sizlarga savol, siz qayerda yashaysiz? Wo wohnen Sie? Biz uchun bu juda ham qiziq. Albatta kommentariyalarga yozib qoldiringizlar nemischada qayerda yashashligingizni. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Qo'shimcha mashq va materiallarni yuklab olish uchun quyidagi video ostidagi link orqali kanalimiz, Telegram kanalimizga o'ting va yuklab olishingiz mumkin. Like va kommentariyalarni albatta qoldiringizlar. Sizlarning fikrlaringiz, savollaringiz biz uchun muhim. Xayr, salomat bo'lingizlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.